Özünü tizginlash bema'nilikmi? Öz-özünü tizginlash uzun muddatlik strategik nishon uchun ichki hayajonni yengish yoki o'zgartish iqtidori uzundan buyon kishining mastligini keltiradigan sapo deb qaralib kelgan edi. Sokratning qarashicha faqat dono, botur va odil kishilarla uning nazarida fazilatning eng yuqori shakli deb qaralgan o'zini kontrol qilish san'atini egallashga muvaffaq bo'la oladi. Hanna Arendtga o'xshash nurg'un zamonaviy faylasuflar harakatga o'tishdan ilgirki tafakkurning muhimligini va ommaviy sohada o'zini kontrol qilishning bir xil shakli deb qarashga bo'ladigan erkinlikdan manbalanadigan shaxsiy mas'uliyatni ta'kidlashgan. Shundoq bo'lishiga qaramasdan zamonaviy kasbiy o'gitlar o'z-o'zini tizginlashning ahamiyatini sustlashtirishga urinadigan safsatalar bilan to'lgan. Bo'libmi moda bo'layotgan chinlik hukmlari bizni hayojonimizni cheklimsiz holda namoyon qilishga undaydi. Hamda bizni aqlni emas, balki hissiyotni asos qilib harakat qilishga targ'ib qiladi. Shundaqla bizni o'zimiz yoki boshqalar tarafidan qo'yilgan cheklamalarga parvo qilmaslikka undaydi. Boshqacha qilib aytganda, bugungi moda bo'lgan kasbiy o'gitlarning ko'pinchisi bizni ozodlikka erishtirish, yaqinga ergishib mang'uzish hamda xijillik va gunohkorlik tuyg'ularidan qutuldirish uchun bizning o'zligimizni sustlashtirishga, boshqalar bilan murosalashish jihatdagi ijtimoiy besimni yo'qotishga urinadi. Lekin ilmiy paketlar o'z-o'zini tizginlashning xizmatkila emas, turmushning boshqa sohalariga nurg'un foydalari borligini isbotladi. Hammadan bak diqqatni tortadigani shuki, kishini hayron qoldiradigan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, o'z-o'zini tizginlash saviyasi yuqori bolalar o'qish hayotida texmi yuqori ma'arif unvoniga, jamiyatga chiqqandan keyin bo'lsa, texmi murakkab, kirimi yuqori xizmatlarga erishadi ekan. Vaqtliq eziq turishlarga qarshi turish iqtidorini o'z ichiga olgan o'z-o'zini tizginlashla emas, balki yana qaysarlik, texmi yuqori qatlamdagi uzun muddatlik nishonni bo'shashmasdan qo'g'lishish qatorliqlarning hammasi kishilarning kasbiy muvaffaqiyatini ko'rinarlik oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu qarash yuzlagan ilmiy tadqiqot bilan birdaklikka ega bo'lib, bu tadqiqotlar mas'uliyatchanlikning ma'arif va kasb natijasiga aktiv ta'sir ko'rsatadiganligini, hatto nisbatan tuvan o'rganish iqtidoridan shakllangan yetarsizlikning o'rnini to'ldira oladiganligini gavdalantirgan. Xizmatning sirtida o'zini boshqarish jihatdagi texmi chidamchan, qaysar va tirishchan metodga vakillik qiladigan, shundaqla foydasiz, arzu qilinmaydigan va o'zini halok qiladigan qilmishlardan saqlanadigan bu xil xarakter xohish andisisi romantik muvaffaqiyat va mamnuniyatlik nikohdan ruhiy va jismoniy sog'lomlikgacha bo'lgan nurg'un g'oyaviy turmush natijalari bilan munosabatlikdir. Uningdan boshqa o'z-o'zini tizginlashning foydasi shaxslar bilan shakllanib qolmasdan, balki ularning qurdoshlari, xizmatdoshlari va jamiyatga foydalidir. Hammadan muhimi, texmi astoydil, o'z-o'zini tizginlab turadigan shaxslarning yetakchiligidagi guruhlar bir butun gavda sifatida texmi unumli hamkorlashib, boshqa guruhlardan eshib, texmi kuchli jo'shqinlikdan va xizmat mamnuniyatidan bahramand bo'la oladi. Buning aksicha, bir guruhdagilarning mas'uliyatchanlik va o'z-o'zini tizginlash saviyasi tuvan bo'lganda, ziyonliq, buzg'unchi va kishini bezor qiladigan qilmishlarning umumlashishi ko'rinarlik eshib, ko'pchilikka tang ziyon soladi. Garchi ijtimoiy nizom, qoida-yo'sin va axloq jihatlarda har vaqt kultur farqi mavjud bo'lsa-mu, texmi cho'ng kollektiv manfaat uchun o'zini beg'ishlash butkul insoniyatga o'rtaq axloqiy xususiyatdir. Texmi shaxsiyatsiz, boshqalarni markaz qilgan, esdashlikqa ega shaxslardan tarkib topgan guruhlarning shaxsiyatchi, ichki raqobatlar normal holatga aylangan hamda shuningdan manbalangan boshqalarning chapinida tarlaydigan parazitlik qilmish sababli inoqligi va hamkorligi buzilgan guruhlardan eshib ketishi umidlidir. Boshqacha qilib aytganda, bizni boshqalar bilan teng mavjud bo'lib turish imkoniyatiga ega qiladigan o'lcham va guruh qoidalariga amal qila olmasligimizni keltirib chiqaradigan o'z-o'zini tizginlash salmoqining yetarsizligi normal holat emas, qisman hodisa bo'lishi kerak.
Öz-özünü tizginlash, rangdor va sig'diruvchan guruhlar va tashkilotlarni qurishmi intayin muhim. Paul Bloomning ko'rsatib o'tganidek, biz sinf, irq, jins, yosh va milliy kelib chiqish jihatda o'zimizdan tubdan farqlanadigan kishilarga dastlabida hislashlik qilib bo'lolmaymiz. Ana shu vajdan biz kultur yoki nupus jihatdan bizga yaqin bo'lgan kishilarning hissiyotini mayli ijobiy yoki salbiy bo'lsin, hamisha bakrak his qila olishimiz mumkin. Biz shunchaki iroda va o'z-o'zini tizginlash orqali kang qursaqlik va oqilona kuyimchanlikni namoyon qilishni o'rganib olamiz. Bu orqali biz bilan o'rtoqligi yo'qdek ko'ringan kishilarga, hatto bizga tubdan qarshi nuqtai nazar va qimmat qarshiga ega bo'lganlarga ko'ngil halaymiz. Halbuki o'z-o'zini tizginlashning cheki bor. Har qanday narsaga o'xshash muvofiq bo'lganda ondan eng foydali bo'ladi. Bizning o'zimizni tizginlash iqtidorimiz chekli. Biz bu ruhiy muskulni qancha bak chiniqtirsak, u shuncha bak qoraydi. Masalan, agar siz shakarlik yemak-ichmaklardan qattiq saqlanayotgan bo'lsangiz, torda masitilish yoki o'zingiz bezor bo'lgan xizmatdoshingiz bilan jidallashish istigiga qarshi turishga majolingiz qolmaydi. Boshqacha qilib aytganda, siz o'zingizni tizginlash mashqini qancha oz qilsangiz, o'zingizni tizginlash iqtidoringizni joriy qildirish jihatdagi energiyangiz shuncha ko'p bo'ladi. Shunisi tabiiyki, tadqiqotlarda isbotlanishicha, xarakter jihatda chekidan oshgan darajada o'z-o'zini tizginlash, majburlash xarakterlik boshqalarga ish yuritishga moyil qalaymaqon qilmishlarni keltirib chiqardi. Bu ruhiy va jismoniy sog'lomlikni ziyonga uchirtib qolmay, yana boshqalar bilan aktiv ijtimoiy munosabat o'rnatish va qo'g'dash iqtidorimizni ojizlatadi. Balkim siz majburlash xohishiga ega planlovchi bilan sayohat qilish yoki egizal elektronlik jadvalidek favqulodda muntazam va tartibli uslubda sayohat qilishni yaxshi ko'radigan odam bilan birga ta'til o'tkazish kechmishiga ega bo'lishingiz mumkin. Yana shuningdek, o'zini qattiq tizginlaydigan xo'jayinlar ijodchanlikqa, yangilik yaratishga va dodil sinab yiqishga to'salg'i bo'ladigan qatmal, ziyoda qurilmalashgan va tizginlash tipidagi uslubni qo'llanishi mumkin. Kishini eng andishiga soldig'ini haddidan ziyod yuqori darajadagi mas'uliyatchanlik xohishi o'z-o'zini tizginlashga emas, balki axloqqa uyg'un yoki emasligidan qat'iy nazar, qoida, nupuz va mavjud holatga qarg'ularcha moslashish va itoat qilishni keltirib chiqarishi mumkin. Bizning tartib, qurilma va mo'ljallanishchanlikqa bo'lgan orzuyimiz mustabid rahbarlar tarafidan suiiste'mol qilinganda, u hamisha shaxsga cho'qinish to'lqinining, noqobil xalqcha hokimiyatning va fashizmning kuchayishiga hassa qo'shadi. O'tirhol darajada o'z-o'zini tizginlash, jonliqlikni oshirish bilan bir vaqtda intizomni ilgari suradigan taqboqlikni vujudga chiqara oladi. Bu shaxslarni haddidan ziyoda o'zini kontrol qilish talab qilinadigan qatmanliqlarga bosh egmay, o'z nishonini amalga oshirish imkoniyatiga ega qiladi. Bu xil taqboqlik ruhiy sog'lomlikni eng yaxshi kafolatga ega qiladi. Chunki bu hayotning mo'ljallanmaslik xususiyatiga va insonlarning tabiiy holda onda-sonda, ammo halol, sog'lom doirada o'zini qo'yib yetishiga bo'lgan ehtiyojiga uyg'undir. Buning aksicha, haddidan ziyoda o'z-o'zini tizginlash, besimga, org'inlikqa va hayotning huzurini his qilish iqtidorining tuvanlishiga sabab bo'ladi. Shunglashqa, hayot va xizmat muvofiq uzun muddatlik o'zini boshqarish bilan o'ziga ziyoda qattiq talab qo'yib olmaslik o'tirsidagi tangpunliq deb qaralsa, eng to'g'ri bo'ladi. Ba'zi ishlarning o'z kontrolligingizdan halqib ketganligini tunib yetish har vaqt bo'libmi haddidan ziyoda o'zingizni tizginlash xohishingizning siz kontrol qilmoqchi bo'lgan amaliy masalaga qaraganda texmi cho'ng masalaga aylanib ketishidan saqlanishni o'ylaganingizda foydalidir. Xuddi bir donishmandning aytganidek, qo'yib berish bizni erkinlikka ega qiladi. Erkinlik xushallikning eng yadroliq shartlaridandir. Agar qalbimiz ochiqlanish, tashvishlanish yoki mol-mulk degandek har qanday dunyoviy shayga bog'lanib qolsa, biz erkin bo'la olmaymiz.